Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Bugunsizlar narxlarni bugun erta 14-15 arzon qilib beraveramiz. Bugun ertaga bu narxlar mana bu echkalarimiz har xil ham bor. Resmonkali sigirlarga resmonkali. Hamma zo'r. Kichkina o'chali deganlar, kichkina xonadonlari bilan kichkina qozonchani qo'yib olib, sho'rvalar tashab qo'yaverasizlar mana. Mana bu odiylarimiz sillig'i, kichkinalarimiz sillig'i mana. Mayati 5lik bo'ladi mana shu yerda. Mayalari 2lik. Mana 4lik oldi orqa tom. Mana uzun o'rtoqlarimiz bor. Mo'larimizni bo'yi 1.5 bo'ladi. Mo'larimiz 1.35 bo'ladi bo'yi. Bu o'chali varianti. Oldiga mayatiga qozonni qo'yib qo'yib, sho'rvani tashab qo'yadigan varianti bu. Duxovkasi 3 ta bo'ladi, oldida 2 ta, orqada bitta. Bu mana shuni uzun varianti, oldi o'chali. Orqada bitta duxovka. Oldida mana 2 ta duxovka. Eshiklar. Buni hamma yo'g'i 4lik. Bu yonboshlari, tepa duxovkalari 2 bo'ladi, mayati 5 bo'ladi. Kontinenti qalinligidan bo'ladi, 5ligidan o'tga chiqqanligi bo'ladi. Mashina sillar varianti. Mana qa refmonka, mana qa budur guli yo'g'i. Bu anaqani o'chaqligimiz sillig'i. Mana mo'ri tozalaydiganlari hamma yo'g'i bor. Buning ichida komplektda trubasi bilan reshotkasi bor. Bugun 14-15. Bugun erta arzon qilib beraveramiz. Ikkada. Mana mo'larimiz bor. 1.5likda o'chaqliklari, 1.5likda o'chaqliklari, sillar varianti, reflonka varianti. Tomi ham reflonka bo'ladi. Mana shu reflonkamiz, tomi reflonka emasligi ham bor.